Hürmetli vatandaşlık siyalarımız devamlaştırmaz. Bugün Çiğsağ 2019 yıl 9. ayının 13. günü haftaga cüme. Mavzumuzda Amerika Qo'shma Shtatlarining Savdo Ministerligining ministeri muni için Prezident Trump barliq tanlashni egallab turibdi. Jungo bilan yaxshi kelishim imzolashga diqqat qilyapti deb ko'rsatdi mavzuli xabar 9 ayning 12 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington, Amerika Moliya Ministerligining ministeri 9 ayning 12 kuni Ministerligining ministeri Muni için 9 ayning 12 kuni bunday ko'rsatdi. Prezident Trump her qanday vaqtda Jungo bilan kelishim imzolay oladi. Lekin Prezident Trumpning diqqat qilayotgani Amerika ishchilariga yaxshi bir kelishim imzolab berishdan iborat. Minister Muni uchun CNBC'ning ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Washington bilan Beijing o'rtasida savdo söhbetining ilgirilishida umid vorliq ko'rildi. İki devlet 10. ayda yuqori darajlikla maslahatlashish elib boradi. Ya'ni yuqori darajlikla o'rtasida maslahatlashish elib boradi. Gerçi shundoq bo'lsa-mu, savdo ministeri Muni uchun yana bunday ko'rsatdi. Prezident Trump yanada barliq tanlashni egallab turibdi. Cümleden Jungo'da import qilingan tovarmallarga qo'yiladigan bajning normasini yuqori ko'tarish. Bundan burun ikki taraf kelar qatim o'tkaziladigan suhbatdan burun o'zaro yo'l qo'yish. Savdo ministeri buni uchun to'liqlab bunday ko'rsatdi. Shangangda davomlashayotgan namoyish faoliyatlari bizdan suhbatimizning bir qismi emas. Minister Muni uchun bunday dedi. Prezident Trump suhbat mutaxassisidir. Prezident bu tamoyda bejini saqlab qoladi, hargiz o'zgartmaydi. Agar biz boy normasini yuqori ko'tarishga hojatimiz bo'lsak, Prezident Trump albatta boy normasini yuqori ko'taradi. Minister Muni uchun Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministeri Muni uchun muxbirning ziyoratini qabul qilganda Prezident Trump'ның 250 milyard dollarlık Jungo tovarlardan elindiğen bayına 10. ayının 1. günüden 10. ayının 15. günüge özgertkenliği tilga aldı. Hem Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'de 10. ayının 1. günü ötküzülüdüğen devlet bayramını nazar gelip 10. ayının 15. günü özgertkenliği sebebi doğrusu toxtaldı. Minister bunu için mundak dedi. Bu Jungo'nun mavi veziri Liu He'nin talebi bu içi bolğan eş. Çünkü Jungo'nun devlet bayramı günü yani 10. ayının 1. günü Jungo tovarlardan elindiğen bajını yukarı götürüş bugünkü bu künge yani soda söhbetiga kölengi taşlığallık bulup Jungo tarafının diqqatini qo'zg'agan gap. Jungo yana bo'shab ketdi. Savdo urushi pasaydimi? Beijing yana ikki cho'ng sovg'a taqdim qildi mavzuli xabar. Yani 9. ayning 13. kuni Jungo'ga nazar torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu xabar mundaq ko'rsatildi. Amerika Jungo savdo suhbatida o'zaro oqlonilik ko'rsatildi. Jungo Moliya Ministerligi 11. kuni Amerikadan import qilingan 16 turlik tovarmallar qo'yilgan bajni bekor qiladiganligini jakarladi. Orqada Amerika taraf asli belgilangan Jungo tovarlari qo'yilgan bajni 10. ayning 1. kunidan 10. ayning 15. kunigacha kechiktirdi. Reuters bunday ko'rsatdi. Jungo savdo ministerligining bayonotchisi Gao Feng 9. ayning 12. kuni Beijingda o'tkazilgan haftalik axborot e'lon qilish yig'inida
Mundaq dedi. Beijing dairələri Cungo şirketlerinin qaytadan Amerikanın yezigilik məhsullatlarını setip elişni oylışıvatıdır. Pırçaq ve başka Amerikanın yezigilik məhsullatlarını hazır Cungo şirketleri setip elişni oylışıvatıdır. Leksiyalarımız üçüncüle görmətlik vətəndaş. Endi ahırda sizler bilen birlikte muhakeme kılımız.